qo'lni yasab ko'ramiz. No, prям ko'kni eshitish mumkin. No, biz bugun yasalgan protest qo'lni ko'rganlarda, no, 100% sirlarimiz ochilib qoladi. To'g'risini ham bu idea meni miyamga kelgan edi. Men bitada, wow, bu eksperiment aniq obunachilarga yoqadi deb o'yladim. Yana bir shunaqa qiziqarli eksperimentga tayyor bo'lsanglar, bo'lmasam boshlaydi. Oriyada men tug'ilgan kunim qachonligini biladiganlar bormi? Bu 6-dekabrda. Ya'ni men 6-dekabr kuni tug'ilganman va 6-dekabrga necha kun, 20 uzog'i bilan 30 kuncha qoldi. No, 30 kun emas, 20 kun qoldi. Men bu yerda bilsanglar, biz 700 ming obunachiga erishdik va tug'ilgan kunimga sizlardan bitta sovg'a so'ramoqchiman. Podarka, sizlardan bo'ladigan katta podarka so'ramoqchiman va u ham bo'lsa, dayvat obuna bo'linglar. To 6-dekabr tug'ilgan kunimgacha qo'limizdan kelgancha 800 ming obunachini erishga harakat qilaylik. No, bilaman, qilish qiyin. No, harakat qilaylik, balkim qila olamiz. Chunki shuncha masalan pashta 1 yildan beri to'xtamasdan bosib, boshqa ishlarga chalg'amasdan faqatgina YouTube uchun bosib harakat qilganman va bu uchun YouTube auditoriyam tug'ilgan kunimga mana shu 800 ming obunachini yig'ib beradi bo'layman. Shuning uchun davlat o'rtoqlar, tug'ilgan kunim 6-dekabrda va 6-dekabr kuni ham video chiqaraman va o'shanda xudo xolsa o'rtoqlar 800 ming bo'ldi deyish nasib qilsin. Shuning uchun davlat o'rtoqlar obuna bo'linglar. Bo'lmasa endi video boshlandi. Xo'sh, bo'lmasam boshlanamiz. Dayt boshlanishiga unaqa katta emas, o'zim qo'lim razmerdagi qo'lni yasaymiz. Ya'ni qo'lim razmerdagi protez qo'l va bu narsa bilan men bu narsani sholayman. No, hozir yasab ko'rsatamiz. Qara, maqsud boshlanishiga men qo'limni chizib olishim kerak. Bu dunyoda menchilar rassom bo'lmasa kerak, chizishim qaranglar. Oh, tuy. Ko'zto hayratda. Va men shu o'ylagan narsani chizib oldim. No, da, shu narsani o'xshatdi. No, hozir qirib qolib, shunday narsaga aylantiramiz. Voy, billat bungacha. No, bu bo'lmasligi aniq. Shucha ana endi yana bitta boshqa yasab ko'raman. Kartonimizga yana boshqatdan qo'lim rasmini chizib oldim. Xo'p, ana endi yana kesib chiqamiz. Xolos o'rtoqlar, mana kesib chiqib bo'ldik va buni endi sessiyalashtirib chiqamiz. Zarga xuddi o'zim qo'limdagidek ham harakat qilish kerak. Va ana endi iplarni, kleyni va turbushkani kesa olamiz. Bizga oddiy ma'noda turbushkalar kerak bo'ladi va hozir bilan kesa olamiz. Va hozir qo'llarimiz buqilgan joylarini belgilab olamiz. Xo'sh, mana qo'llarni ham sal-pal qayladigan qoldik va ana endi biz ushlashimizga mana bunaqa mos narsa yasashimiz kerak. No, albatta korobkada. Kartondan kerak joyni qirib olamiz va ana endi mana bilan qayrib to'g'rilab yasab olishimiz kerak. To'g'risi inson umrimda birinchi marta bunaqa qilishni ko'rishim, no, o'ylashim bo'yicha biz bu kelib bilan yaxshi chiqib ketamiz. Kartonli qo'limizni ushlaydigan joyni yasab oldik. No, da, o'ylashim bo'yicha shu pashta ancha ish bo'ldi. Faqat barmoqlarimizga iplarni qotirsak bo'ldi. Shunda biz bilan birga bu ham qo'l borib keladi va bundoq qilib, mana bundoq qilib bu narsani bundoq qilib olayman. Ana endi mana bu paylarimizni yopishtirib olamiz. Xullas o'rtoqlar, mana pashtar qoldi va biz polimerlarni o'tkazib oldik. Unda sal xunuk ko'ryapti-yu, no, biz kraskamiz bor, men kraska sepgandan keyin mana bu xunchalar ko'rinmaydi. Va hozir bo'lmasam kraska sepib olamiz va undan keyin iplarni o'tkazib chiqsak bo'ldi, tayyor bo'ladi. Va eng qizig'i bu hali eng kichkina varianti. Va biz bundan bir 10 barobar kattasini, ya'ni katta qo'l yasaymiz. Rostdan ham prям qiyin bo'ladi-yu, chunki shuni o'zini pashta 1 soat yasadik. No, sizlarga bu bir 2 minut yoki 3 minut bo'ldi. No, da bu montaj sehri. Va ana endi buni kraskalab olamiz. Xo'p, mana kraskalab oldik va ana endi buni qurishni kutamiz. Ujmamitlar quribdi-da, demak hozir quriydi. Derazani ochaylik, derazani o'qamiz, tezroq quriydi. 1 hour later. Yasatgan qo'limiz ham qurdi va ana endi bundan iplarni o'tkazib chiqamiz. Mana jimjiloq o'zi. Mana. Voy, jimjiloq o'zi mana. Ana endi iplarni o'tkazib chiqamiz. Men o'ylagandan ko'ra bu ancha qiyin ish ekan. Xullas o'rtoqlar, tayyor bo'ldi mana. Mana ochib turibman va siqonman. Mana ochib turibman, siqonman. Qaysi mana dush pashta o'xshab mana. Mana shuni ko'ramiz endi. Qoshga totdi. Ko'ramiz va da. O'shasa bo'ladi uni. Va ushadik va ana bo'li og'riq narsa ushlashga harakat qilamiz. Buni kuchaytiryapti. Mana bunaqa yotqizasiz-chi? Yotqizsa yetar ekan mana. Oy. Mana buni parkovga qilamiz va buni qushimiz bo'ldi mana. Yo'da. No, demak mana kichkina qo'limiz pashta o'xshadi va albatta hujbatsizlar ham mana like bosib qo'yinglar. Like bosib qo'yinglar. O'xshadimiz like bosishga? O'xshadi. Mana like bosib qo'yinglar va ana endi biz kattaroq qo'l yasaymiz. No, shu qo'lni o'zini yasashga qancha ketdi? Lekin mana shu kichkina qo'lcham o'zini yasashga 1 soat 43 minut ketdi. Va ana endi navbat katta qo'l yasashga. Xo'ros o'rtoqlar, ko'rdinglar, kichkina variantini, ya'ni u shuning uchun 10 barobar kichkina variant edi va hozir uni biz 10 barobar katta variant yasab ko'ramiz. Ya'ni qo'l mashina katta qo'l bo'ladi hozir. No, o'ylashim bo'yicha bu narsa ish beradi va katta qo'l yasash uchun menga Sardor yordam keladi. Hammaga salom. Xullas, Sardordan chizib oldik. Boshimizga Sardor qo'l rasmini chizib oldik. Xullas, o'rtoqlar, taxminiy qo'limizni chizib oldik, ya'ni men bu. No-da, tushunaman, sizlarga hozir tushunasiz bo'ldi. No, xullas qo'l mavjud turadi va bundoq boshqaraman. Xullas bularni. Bu shunaqa deb o'yladik va endi hozir bularni yana aniqroq qilib chizib, keyin qirqib chiqamiz.
O'rtoqlar, bu qo'lga nechindi? Bundan olib qaraganda men bosh barmoq, bu ham barmoq. Ana endi barmoqlar yaxshi qarilish uchun mana bunaqa egib chiqamiz. Barmoqlarimizni qayirib bo'lganimizdan keyin bularni bo'g'ilmaga bo'lib chiqdik. Va уже mana bitta barmoq почти tayyor. Ya'ni bu mana bunaqa bo'ladi hozir. Masalan, qo'lim ichida bundoq bo'lsa, ya'ni bundoq qilsam, bu ham xuddi shunaqa ko'tarilishi kerak bo'ladi. Va qolganlari xuddi shunaqa. Ya'ni hozir bittasi yasab chiqdik, ana endi ya'ni 1, 2, 3, 4 barmog'i ham xuddi mana shunaqa yasab chiqamiz. Xudo o'zing kuch-quvvat ber. O'laganimda ko'ra ancha qiyin ish ekan. Va 2 soat ichida bo'g'imlarni yasab olishni ham tugatdim. Va hozircha gigant qo'limiz shu ko'rinishga keldi. Xullas, o'rtoqlar, hammasi yasab oldik mana. Ko'rib turibsizlar va bu polnich sxemalari bundan ko'targan barmoq orqa harakat qotdi-yu. Shu to'g'rilashni hozir iplar bilan bir-birini polnika ulab chiqamiz. Shuning uchun ham hozir endi ip bilan bo'g'imlarni ulab chiqamiz. Xullas, bo'g'imni ham ip bilan bog'lab chiqdik va endi qalinroq ip olib berib, qalinroq ip bilan уже paylarni o'rnatamiz undan keyin buni qo'lqalashiga. Ashi, prям menimcha yaxshi chiqadi degan umiddaman. O'xshamasa prям alam qilinadi. Ana endi mana bu iplarni o'tkazib chiqamiz. Iplarimizni yaxshilab o'tkazib oldik. Yaxshi. Ana endi bu o'rab chiqqan iplarimizni pechatkамizga qotirib olamiz. Xullas, o'rtoqlar, mana polni yasab chiqdik. Hozir mana pechatkalarga hozir buni qo'lni nastroykasi qilingan. Mana. Yana hozir buni ichiga qo'lim tiqsam, polni nastroyka qilib boshqarib olayman. Undan oldin hozir pechatkamiz klesi hali qurmagan va pechatkaning klesi qurgungacha dayki mana buni tashqi taraflarini polni yopib olamiz. Ham ancha choylashadi. Shuning uchun dayki hozir oldin namikasiga qo'yamiz, undan keyin ustini yopib kraska tashlaymiz. Bo'lmasa yana ishga kirishamiz. Va aytgan o'rtoqlar, shuncha harakatimiz uchun albatta like bosib qo'yinglar va o'sha gap o'rtoqlar, bugun kunim 6-dekabrda va 6-dekabrga atalgan 20 kun qoldi. Qancha 25 kunmi? 24 kun qoldi. Shunga o'rtoqlar, dayki iloji bo'lsa hamma ko'rayotgan hamma bitta obuna bo'lsin. Birovlarga qarab o'tirmang. Siz mana obuna bo'lmaganmisiz? Obuna bo'ling bo'ldi. Chunki o'sha gap, qo'ldan kunimga sirdan bo'lgan eng katta soha bu uchun daydi o'rtoqlar, obuna bo'linglar. Va 6-dekabr tug'ilgan kunimda 8-kungacha xudo xolasa inshaalloh ish nasib qilsin. Bo'lmasa mana endi ishga kirishamiz. Mana ko'rib turibsizlar o'rtoqlar, почти qo'limizni yasab oldik va endi hozir kraska bilan buni sal choyliroq ahvolga olib kelamiz. Mana o'rtoqlar, polni ko'kka chiqib bo'ldik. Va endi buni qurishib kutamiz va undan keyin mana shu katta qo'l bilan eksperimentlarimizni olib ko'ramiz. Manchester bilan hozir bir 15 minutdan keyin ko'rishamiz. 1 2 3 15 minutdan o'tib ketdi. Xo'p, mana o'rtoqlar, xullas kraskasi ham qurdi va endi hozir buni kiyib ko'rish qani. Sekin barmoqlarini tirilatdi. Mana mushni qilib turibman. Yaxshilab qo'ying. Yaxshilab chiqarib oling hozir bitta-bittalar. Mana o'rtoqlar, hozir mush qilib turibman va momentini ochardim. Mana yana mush qildim va yana ochardim. Ana endi like bosamiz. Mana. Albatta, sizlar ham like bosinglar. Like mana boshqa ko'rinar ekan. Like o'xshab ko'ryapti o'zi? Robot qo'limni qarang. Hozir o'rtoqlar, bu nega qo'lim bilan sarvarni ko'taraman. Ko'taranga o'xshadimi? Do'stlar, albatta kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammani qara qo'lni. Countdown Stagger. Xo'p, mana bu bagajkani ko'tarib ko'raman. Bular. Eng qiziq bosib qo'yish shuka, shu bagajkani ko'tarmayapti. Lekin mana qilsa ko'taradi. Va mana bagajkani ham ko'tardi. Va endi mana bu barmoq bilan ko'pdan o'taman va ko'rinishi sallatlar ko'rinishi bu ko'rin. Mana qaranglar, qo'lim ochiq turibdi. Mana bitta qo'lim ko'ryapti, mana qo'lim ochiq turibdi va bundoq mushtim qolmadi. Xolos o'rtoqlar shunaqa va buni kamchiligi momentdan bundoq sinib qolgani bo'ldi-yu. Вообще-то ko'rinish bo'yicha cho'tkidi. Ko'cha tasavvur qiling, ana yuribman. Deb qolsam, xolos